odam bir siqilib ketsa, qanaqa doktorga boradi? Ruhshunosga? Yo'q, nima edi? Hamma narsani ko'ngliga o'rgandan keyin. Bola. Restoran qalay? Yoqdimi? Ha, gap yo'q, maqtaganingdek bor ekan. Lekin menga ko'proq o'tgan safargi restoran yoquvdi. Qaysi restoran? Menga qaragin, futbolda ikkita komanda o'ynaydi-ku. O'sha bittasi yutadi. O'shaning sinonimi nima edi? G'olib chiqdi deydi. Yo'q, boksda ham hamma ikkalasi mushlashgandan keyin bitta urib ag'daradi, qo'lni ko'tarib yutdi deydi-yu. O'shaning sinonimi nima edi? Nokaut qildi deydi. Muncha dovdiraysan, menga qaragin, haligi bir narsa qushdi deydi-ku. O'sha nima edi? Zafar qushdi deydi. Zafar, menga qaragin, o'tgan safar birga o'tirgan restoranimiz, esingdami? Selfie tushdik. Nomi nima edi o'shani? Zafarning ismini esingdan chiqarib qo'ydingmi? Parij restorani. Xuddi o'sha Parij restoranini aytayotgandim. Bu yerdan ancha yaxshi edi. Bu ham yomon emas, lekin u zo'r edi-da. Tavba. Voy Abdulg'ay. Qaror. Yanti. Sal orqaroq okin. Zafar. Ha? Haligi odam bir o'zini xushnud his qilsa, bir narsadan xursand bo'lib ketsa, nima deyiladi o'sha? Xursand bo'ldi deydi. Yo'q, o'zini juda bir odam boshqacha his qila boshlaydi-ku. Kayfiyati zo'r bo'lib, xursand bo'lib ketadi. O'shani sinonimi nima edi? Shodlik deydi. Nima dovdiraysan? Nima? Haligi bir mashhur kitob bor edi-ku, kelin-kuyov bir-biriga sovg'a qiladigan, bir narsa oila degan. Ha? Nima edi? Meni ismim Baxtiyor. Sen so'ratgan kitobning nomi Baxtiyor oila. Yana esingdan chiqarib qo'ydingizmi? Seni Baxtiyorliging yaxshigina esimda, faqat kitobning nomini esimga tushirmoqchi edim, xolos. Haligi Baxtiyor, tank telefoningni berib tur, zaryad qo'yaylik. Ma. Kulurma, Nimaga kulurasan, ha? Menga qara. Odam bir siqilib ketsa, qanaqa doktorga boradi? Ruhshunosga? Yo'q, nima edi? Hamma narsani ko'ngliga o'rgandan keyin hamma to'g'ri ketadi-yu, o'shani qanaqa doktorga boradi? Hozir. Kardiologmi? O'lma. O'sha qayerda davolaydi? Yurak davolaydi. Rahmat senga. O'sha yurakchani bir bosib qo'yinglar. Yurakdan. Abdulg'ay.